Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sadda TV kanalidan Sodirjon. Sizga Imzo kompaniyasi sifatli eshik deraza romlari haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Bu galgi obyektimiz Namangan viloyati Xo'p shahrida. Juda ham chiroyli bu ayvon 6000 intervyu ham termo 65 mahsulotlar ishlagan. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, telefon raqamga qo'yamiz. Bog'lansanglar chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Video ma'lumot berishni boshlayman. Ko'rib turgan obyektimiz 2 etaplik. Hozir birinchi etapini qildi, ikkinchi etapini xudo xolasa buyurtma qilinadi. Birinchi etapi qanday bo'lgan? Mana bu yer ochiq ayvon edi. Ochiq ayvon mijozimiz aytdilar, mana shu yer oyna bilan o'rab bering, havo aylansin, ham panorama bo'lsin dedilar. Panorama bo'lishining sababi tagiga bemalol ugolok qo'ysa, ochilish-yopilish bo'lmaydi. Panorama tashqari bemalol ko'rsalar bo'ladi. Tepada ochilish qo'yib ketganmiz. Bu tomonda bitta, mana bu tomonda bitta. Ushbu profilimiz ko'rib turibsizlar, bu yerga quyosh tushmaydi. 6000 intervyu, 3 kameralik. Bu yerda ulanadigan lapshalar qilingan. 1 kvadrat metr 110-120 dollar atrofida. Oynalarimiz energiya tejovchi titan, 2 qavatli, ichkarisi oq, tashqarisi titan, 2 qavat ham to'rdan bo'lgan. Eshigimiz termo 65, endi keladigan bo'lsak 155. Mana bu razmeri esa 315 atrofida, nariga tomon 345. Eshigimiz ikkita qanoti bir xil bo'lgan, ochilish-yopilishlar xona ichkarisiga. Bu yer zina bo'lgandan keyin yana ham qulayroq bo'ladi. Xo'p, kelinglar, sizlarga ma'lumotni mana panoramadan boshlaymiz. Supniy kompaniya ruchkasi, ochilish-yopilishi. Ochganimizda mana ko'rishimiz mumkin. Petla mexanizmi sifati juda yuqori. Bu yerga 3 ta petla qo'yganmiz. Bitta, ikkita, past tomonda 3-chi. Panoramli holatda mana endi ichkaridan ko'ramiz. Mana bu yerda kattaroq kadrdan ko'rsa, mana xona ichidan ko'rinish. Tomon kirish bo'ladi, mijozimiz mazza qilib ishlatadilar. Mana hozir xona ichidan mana uni ochilishini ko'rsataman. Ruchkasini tepa qilamiz, qo'l yetadi. Mana ochilish qismiga e'tibor qiling. Mana bemalol havo aylanaveradi. Mana bu tomonda ham xuddi shunaqa. Ikkitasi ochib qo'yilsa, havo zo'r kiradi. Mana shu yerdan shunaqa zo'r uryapti havo. Zo'r. Aytib o'tganimdek 1 kvadrat metr 110-120 dollar atrofida, eshigimiz 250-260 dollardan boshlanib yoki turadi. Sababi termoning kvadratlari nisbatan qimmatroq, plastikka qaraganda. Ko'rishingiz mumkin. Endi bu tomon ko'rdinglar. Tashqari tomondan ham ko'rsatadigan bitta nimam bor. Fasad qismida men chiroyli tavsiya berganman, hozir ko'rsataman. Hozir bu eshigimizdan chiqib bu tomon kirish, mehmonxona sifatida foydalaniladi bu tomonda. Kirishimiz mumkin. Mana eshiklarimiz ochilish-yopilishlarga e'tibor qilasizlar. 65. Idealni. Bu tomonda darvozadan yorug'lik kirish, havo aylanish uchun 6000 intervyulik 3 kamera podekonik o'rnagan. Ruchka Protelux Germanskiy ochilish divan mexanizmi bor. 6000 intervyu sifatli ish bo'lgan. Divan ochilishi. Bu yonga ochilishi. Mana bekilishi. Xo'p, 3 ga bo'lganmiz nimaga? Buni endi 150 bo'lganligi uchun 3 ga bo'lganman. Bu tomonda 89 bitta katta panorama, bu tomonda 2 metrli ikkita chekka ochilish, bu tomonda panorama, bu ham 89. Mana uy ichidan dizayn fasoliga e'tibor qilasizlar. Xudo xolasa ishlarimiz sifati zo'r. Bularning kvadrati o'rtacha 120-130 dollar atrofida chiqaveradi. Hisob-kitobga qarab, mana ochilishlari ham zo'r. Bittasi yonga, mana bu yonga ochilish, 6000 intervyu, mana siliflari qo'yilgan. Yopilishi bu tomon ham yonga ochiladi, ham bu tomonga divan mexanizmi ishlaydi. Protelux ruchkalar, podekoniklar, imzo original. Xudo xolasa ikkinchi etapda nariga tomon qolganimizdan keyin ham to'liq ma'lumot qilib video qilamiz. Hozir mana shuni ko'chadan ko'rsataman, qanaqa chiroyli turishini. Bitta videoga e'tibor qilasizlar, xona tashqarisi bemalol ko'rinyapti. Endi tashqaridan ichkarini ko'rib ko'ramiz. Mana hozir ko'cha tomonga chiqib oldim. Katta kadrda mana. Umuman xona ichini ko'rmaysizlar. Mana ko'rasizmi? Mana yaqinlashtirib ko'rsataman, xona ichi umuman ko'rinmayapti. Imzo logotiplari, bir tomonda forchkalarimiz ham bor. Katta kadrda mana. Ko'chadan ham qaranglar, qanaqa chiroyli turibdi dizayn. Gluxoy panorama juda zo'r. Bular. Xudo xolasa telefonlarimiz ishlab turibdi. Bemalol bog'lanaverasizlar, chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.